qishloqlar nimaga meni aldayapsizlar? Ustidan kulyapsizlarmi? Yo'q, kapot bo'lishdingda kulamiz, biz rost gapiryapmiz. Bizda bitta qishloqqa shunaqa xazina bitib ketgan, izorotli sandiq, ichida izorotda to'lib yotgan ekan. Ha, bo'lmasa o'sha qishloq qani ekan? Hech kim bilmaydi kapot u qishloq qani. U anchadan beri ketgan ekan qishloqdan, shuni esdan chiqarib qoldirib ketgan ekan, bizga adashmasam. Qishloqlar ishonmayapman, lekin mayli, nimaga qazimayapsizlar hozir? Qazishga qarayotib qo'rganmiz, hali kapot shancha bugunsan yig'dik buni hechga. Chunki bizdan boshqa faqat hech kim bilmaydi. Biz bilamiz faqat shu xazina borligini. Ha, yaxshi, qishloqlar bo'lmasa nima qilmoqchimiz endi? Bilmadim, kapot dedi. Qaziymiz xohlasa topamiz o'sha xazinani. Mayli, davay to'rttalamiz qidirib topamiz endi. Nimaga hammamiz bo'lamiz, kim topishdan qat'iy nazar. Bo'ldi, Men topotdim, men ham qidirayotgandim, harakat qildim, lekin topolmadim. Ha, bu qishloqlarga harakat qilishga topisha olmagan. bo'lmasa to'rttalamiz harakat qilamiz. To'rttalamiz harakat qilsak albatta topamiz, to'g'rimi? To'g'ri desan kapot, qat'iy nazar kim topishdan hammamiz bo'lamiz, bo'ladimi? Bo'lmasa sira Ha, biz reja qilib turamiz kapot. bo'lmasa men instrumentlar olib kelaman qazishga. Bo'ldi kapot, instrumentlasanda reja bizada. Qani ketdi. Ketdiman, bo'lmasa qishloqlar, davay men hozir instrumentlar olib kelaman, sizlar reja qilib turinglar. Bo'ldi, ketdim men bu yerdan. Hammalarni do'stlar, notim kompot, men yangi videomga xush kelibsizlar. Xullas do'stlar, o'zingizlar eshitinglar, bizning qishloqda qaysidir qishloqqa xazina qoldirib ketibdi. Haqiqiy xazina, izomrodni sandiq qoldirib ketibdi yer tagida. Qanchalik yer tagida qattaligini biz bilmaymiz. O'shaning uchun qishloqlar bilan bugun o'shani qidirib topmoqchimiz ekan. O'shalarni bo'lmoqchimiz to'rttalamizga. Men ularga hozir instrument qilaman, ular reja qilishadi. Qatta bo'lishi mumkin bu xazina qanaqa qilib qaziymiz, qayerdan qaziymiz. Xullas shunaqa. Men 3 ta kirka qilsam yetadi, qolgani Alloh qilaman, chunki menda kirka bor, уже bitta temirli kirka. Ana bo'ldi, oldim men buni lapatani, temirli kirkani ham oldim. Bo'ldi do'stlar, men ketdim, hammaga bittadan berib chiqamiz degan daraja tuzadigan umiddan u qishloqlar keyin topamizga umiddaman. Rostdan izumutnisdan izumutman to'g'ri yotibdi. Hoppa, bo'ldi kapot, rejani qaragan. Uy, nima qilganinglar bu? Ha, kapot, reja qilgan shuni o'tiringlar, qishloqni sinab eshtinglar, qaranglar, aytaman hammasini. Mana narsalar turibdi-yu, bu 13-chi qishloqni xaritasi xullas. Qizil kresl turibdi, ko'rasizlarmi? Ha, qizil narsalar turibdi, kreslar. O'sha yerda bo'lishi mumkin shu xazina, o'sha yerda bo'ladi. O'shaning uchun ikkitadan olishimiz kerak hammamiz. Kompot, sen bo'lmasa bittasini tepasidan olasan, bittasini chap tomondan olasan. Ha, bo'ldi, bo'lmasa eng tepa degan olaman, keyin chapi degani olaman. Ha, bo'ldi kompot, tushungan bo'lsang yaxshi. Hop, qishloqqa sen kapot o'yini orqangisini olasan, kapot o'yini to'g'risini olasan. Ha, judayam yaxshi. Sehrang qishloq qattiqqina oladi. Xullas, ham kichkina o'ylan, to'g'risi kichkina o'ylan orqasidan ikkitasi qolgani meniki. Men tushundim, men ham tushundim. Qishloqqa bo'lmasa tayyormiz, biz hammamiz ketdi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana sizlarga bittadan lapar tarqatib chiqaman. Sanga, manga, bittadan kirka tarqatib chiqaman. Hammalarda bormi? Ha, hammamizda bor kapot bizada. Ketdi bo'lmasa qazishga. Ha, o'zimnikini cho'g'lim, sizlar o'zingiznikini tushungan bo'lsanglar yaxshi. Qatdan topishgan ekan o'zi bu xaritani rejasini bilmadim do'stlar, lekin men boshlayman qazishga. Topmasam lekin zo'r bo'lardi. Birinchi bo'lib botdan qaziyman, ikkinchi bo'lib ayni orqasida ekan. Shu yerdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib urishi qanchalik chuqurda qazish kerak, qanchalik katta, qaysi tomonda aynan bu tomonda emas, prosta mana tomonlarda qazishim kerak. Mashlarda demak bo'lishi mumkin. Qizil kreslo ko'p, o'shaning uchun botda endi bo'lmasa kerak. Nularga omadim kelib mashta bo'lib qolsa jotki bo'lardi. Mayli ketdim. Qazuramiz, ko'p qazdim, lekin juda ham chuqur qazdim. Bunchalik chuqur qazmas kerak endi. Bunaqa bo'lmaydi do'stlar. Kim xazinani jinnaroq bo'lib bunaqa chuqurga qazib qo'yadi? Bunaqa bo'lmaydi do'stlar. O'shaning uchun chuqur qormaymiz. Demak, botda yo'q ekan yoki sal kattaroqmikan. Yo'q, botda yo'q ekan. U ana tomonimga ketdim. O'yda hech kimdir chuqur qotgan ekan. Kim chuqur qotdi endi botda? Qishloqqa. Ha, kapot bo'ldi. Endi men chuqur qolman, topmadingmi? Yo'q, kapot hali topganim yo'q. Bo'lmasa senga maslahatim,
chuqur qo'rmaganda sal kattaroq qilgan, chunki chuqur qazishmaydi ularni. Men ketdim keyingisiga. Qayerda edi keyingisi? Anetlada edi. Bo'ldi, mashlarda qazib uraman. Davay ketdi qazishga. Bu oxirgi to'chkaman, topolmasam demak qishloqqa topish kerak, bilmasam endi. Chiyota bo'tdi, hech nima ko'rinmayapti. Hech nima yo'q o'xshayapti, bo'tdi, bilmasam endi. Balkim Mametlarda shaproni qazisam, rostdan balkim shotladim. Nima? To'xtaylar, nimadir yashil narsa ko'rinyapti menga. Qazib ko'raylik-chi, to'xtaylar. Qazib ko'raylik-chi, nima bor ekan? Mana shu sandiq, izumrudni sandiq. Voy, do'stlar, lekin hozir ocholmayman. Chunki men qishloqlarga va'da berib qo'yamiz hammamiz. Kim topsa hammani chaqiradi, keyin ochiladi. Ey qishloqlar, men topdim, saqlang qishloqqa, men topdim. Nima topding? Men hamma qishloqlarni chaqiramiz hozir. Chaqir. Qampon, yomon, men deb yo'lagan topmabsan. Mana birinchi marta ko'rsam bo'ladimi? Qanqa qampon, sen topding-ku, axir ko'rsak bo'ladi albatta. Izumrudni sandiq, rostdan olmadim, kelib qopdi. Zo'r bo'ldi lekin. Qayerdan ko'rib qoldim? Yo'qsa bilmasam shu chetimdan ko'rib qoldim. Qanaqadir teshik bor ekan. Nima deyishini bilmayman. Baqirmoqchiman, lekin baqirish kerak emas do'stlar. Qo'shnilar bormi o'tda? Mana bularni qaranglar, ko'pligini. Voy, qampon, zo'r qilding, topib, rahmat senga. Endi bo'lisha olamiz hammamizga. Bu yerda где-то 500 sak. Men yerda qazo turim o'zim ham. Ya'ni yerda qazo turim. Xullas, men yerda kichkinagina teshik ko'rib qoldim. Men yerda qayerdan bu teshik paydo bo'lgan bilmasam, yashil narsa ko'rinyapti. O'yladim shuni deb, keyin bitta qazisam, izumrudning sandiqi bo'ldi-da. Hey, qampon, zo'r bo'libdi, bo'lsa. Ha, juda ham zo'r bo'ldi. Ha, qampon, bo'ldi, 500 sak izumrud ekan. 500 sak desam, yana boshqa narsalar ham bor. U izumrudning ruday ham bor ekan bu yerda. Olamizda xabar bo'linglar, hammanglar bilan xayrlab bo'lishamiz. Buni Qaling qancha bor ekan o'zi, yana bitta bor ekan bu yerda. Oho, ko'paygani bu yerda. Xullas 4 ta dona ekan, 5 ta dona ekan, bunaqa qo'yib qo'yamiz. Sandiq tushib ketmasligi uchun 5 stak bo'lsa, demak, qampon, bitta stak va 16 sara tushar ekan. Ha, bo'lmasa bu yerda boshqa narsalar ham bor-ku. Qampon, bizga boshqa narsalar qiziqmas, bilasan-ku, biz qishloqimiz faqat izumrud qiziq bizga. Boshqa narsa ham izumrudning numayli olmasanglar. Ha, qampon, bizga kerak mana shu qolish. Biz izumrud olamiz. Kelamiz, yana sen topding-ku qampon. Ha, mayli, bo'lishaveramiz ku axir. Qampon, sen topding-ku baribir. Bo'lishaveramiz izumrudlar faqat. Do'stlar, mana buni qaranglar, ular olib ketishdi o'sha o'zining izumrudlarini. Men o'zimnikini olib ketdim. Yana menga narsalar qoldirishdi kerak emas. Biz qishloqimiz bizga faqat izumrud qiziqtiradi deb. Lekin menga boshqa narsalar ham qoldi. Endi hozir ko'rib chiqamiz bu narsalar nima ekan. Hammasini bitta-bittadan ko'rib chiqamiz. Hammasi menga endi izumrudning bu narsalar ham zo'r narsalar ko'rinyapti o'sha botda. Qani nima ekan bu? Birinchi bo'lib mamlaqa blok ko'zim tushdi. Bu oddiy izumrudning blok emas, qanaqadir katta izumrudlardan qilgan blokmi? Shunaqaroqga o'xshar ekan, lekin qanaqadir zo'r ekan. Xo'p, keyingisi botda narsa bor ekan. Lekin mamlaqa yo'qotdi menga sandiq surol ekan, lekin bu sandiq mamlaqa nakavalni bor ekan. Izumrudning bu ham qanaqadir ajoyib ekan. Uyimga qo'yib qo'ysammikin, orasini uyimga qo'yib qo'yaman. Qani ketdi uyimda aniq narsa turadi-ku, mamlaqa narsa turadi, o'shani o'rniga qo'yib qo'yaman. Mashdan qo'ysam ekan bu yerdan biz tashlayman-ku, baribir ana bo'ldi. Buni haqqa qo'yib qo'ysam ekan, men tamiy qo'yib qo'yaman bo'ldi. Xunuk turibdi, nima ekan olib tashlayman, baribir menga farqi yo'q, kerak emas bu. Axir menda zo'r narsa bor-ku, hozir qiziqib ketolmayman nimalar bor ekan bu yerda. Davay, yana bitta narsa ko'raylik-chi. Palatka bu yerda uxlaydigan joy do'stlar, palatka. Xo'p, agar o'rmonlarga chiqib ketsam, uzoqlarga ishini olib chiqib ketsam bo'lar ekan. Bu yana izumrudni emerald deb yozilgan, emerald ya'ni izumrud degani izumrud qattiq bo'ladi. Yo'q, qanaqa qilib buni qo'yishgan ekan do'stlar. Agar o'rmonga chiqishimni, video olishim sharti xohlasanglar, omon qolishim xohlasanglar, albatta like bosib tashlaylar, obunalar bosib tashlaylar, izohda yozib qo'yinglar albatta. Xohlasizlarmi yoki yo'qmi? Hop, keyingisi ot uchun branya ekan. Ha, ot anu qishloq tomonlari bor, o'sha tilda bo'lsa kerak otlar, chunki o'sha tilda ko'p yurardi. Borib ko'raylik-chi, ot uchun branya. Ha, mana ot turibdi. Qani bu yoqgacha ot eng qimmat hayotingni branyaga ko'rchi endi. O'tiramiz. Tushunmadim nimaga o'ldi meni chiqazorda. Olma kerak-ku uni qilishcha. Mana senga olma, mana olma, men yaxshi men o'tiramiz. Ey, nimaga meni tushirib yuborsan? Tushunmayman. Otman tushiraveradi, nima hech tushiraveradi. Bo'ldi shakl do'stlar.
Bo'ldi do'stlar, mana bo'ldi. Bu otga o'tirdim, yana tushirib olyapti mani. Tushirma mani ot. Men senga bronya beroqchiman, hayotning eng qimmat bo'ldi. Meni tushirib o'rmayapti. Demak, уже egasi bo'lib qoldim. Men o'shanda bronya qo'yamiz. Wow, men qaranglar bronya zo'rligini, men bronya menga yo'qotdi, lekin qaranglar, yap-yashil momenti tillali narsa bor ekan. Juda ham zo'r ekan. Zo'r ekan, lekin men qaranglar chiroyli turar ekan. Men tillali narsa qilib beryapti, yashil bo'lsa zo'r bo'lardi. Bu nima? Ot mashta bo'lib turgan, axir senda eng qimmat bronya turibdi-ku. Men hozir kelaman. Xo'sh, aql uch kelsa ham bo'ladi, o'rmonga borib kelsa ham bo'ladi. Bu bilan uzoq joylarga ketdi. Botlarda nima bor ekan? Botlarda, do'stlar, axir bu qilichku. Davay do'stlar, buni olib ko'ramiz. Axir men kuchli kompotman-ku. Endi buni olib ko'ramiz hozir bor kuchimla. Men qilichni olishim kerak toshga. Cho'ta o'xshamadi. Mayli, buni kesaveramiz. Cho'ta o'xshagan, mayli, biz pesha qolish buni qilish kerak emas ekan. Hamma narsa ham o'xshayveradi hayotda do'stlar. Bunaqa narsa olamiz. Bunaqa, men bunaqa narsa ko'rdim internetda, lekin hayotda ko'rmadim. Bu qanaqadir magicheskiy verstak. Mana qaranglar. Mana bu narsani bu yoqqa qo'yasizlar. Sizlarga scratch qilib, mana scratch qilish narsadan qo'shdi. Olov rangli izumrudmi? Mana bunaqa narsa bersanglar, oddiy izumrud o'qlar, avtomatli shu narsalar qo'ysanglar, olov rangli izumrud berar ekan sizlarga. Menda bu narsalar yo'q, sal keyinroq ko'ramiz narsa topib. Botlarda yana qurol bor ekan, bu pistolet bor ekan, o'qlari bilan bor ekan, izumrudning yana o'qlar. Qani otib ko'rilishi qishloqlarga hazillashim, qishloqqa albatta otmi ham. Net qo'yib turgan ekan. Tushmadim cho'ta ot. Cho'ta tushmayapti bu. Nimaga daraxt orqasiga bekin oldi endi? Qani chiqchi bu yoqqa, bunaqa mumkin emas-ku. Men yoniga borib tashlaylik. Yoniga borib otib tashlaymiz endi bu qo'yga. Qurbonlik qilamiz. Oppa, yo do'stlar, g'alati ekan bu. Menga yoqmadi bu pistolet. Uncha kuchli emas ekan bu pistolet yana. Hammayli bo'lmasa, zato izumrudni. Bizada mamlaqa trusting qopda izumrudni do'stlar. Bu axir zo'r narsa-ku, hosillarga ko'rsaman nima bo'lishi. Bu menga izumrud berish mumkin, axir izumrudni-ku bu. Bu yoqqa ekamanda izumrudlar beradi menga keyin trusting. O'zimni bog'larimda shunaqa qilishim kerak-ku, unaqa qilaman deb o'ylamagandim hayotimda. Mayli, biz tashashim kerak, o'zimni bog'larimni ham ekib olamiz. Nimaga yo'qolib qoldi bu tushunmadim. Mayli, keyingisini ko'ramiz. Davay nimaga bu yo'qolib qoldi endi tushunmayapman. Izumrudni trustnik. Davay endi sakrimiz, qo'yamiz. Ana bo'ldi do'stlar, qo'yib oldim. Buni momentda yana bittasi qoldi. Buni ham qo'yib olamiz. Izumrudni trustnik tayyor bo'ldi. Qarang do'stlar, sizlarga yoqdimi? Menga yoqdi lekin. Bo'ldi do'stlar, sizlar bilan xayrlashim kerak. Xullas, bizani qishloqda anchadan beri bo'lmam, sani ham o'zimga olib ketsam bo'ladi. Bizani qishloqda bitta qishloqqa shunaqa xazina qoldirib ketgan ekan, shunaqa narsalar bilan. Juda ham xursand qildi hozirgi odamlar, lekin izumrudlar berdi, yana ichida zo'r narsalar bor ekan. Yana sizlar uchun juda ham zo'r video berdim axir. Albatta shuning uchun like, obuna bo'lsangiz, sizlarning ham qishloqlarda shunaqa bo'lsa albatta topib olinglar. Like bosish, obuna bo'lsangiz chiqmasa, hamma xayr hisob bo'linglar.